Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. 3 metr joyga tushgan ishimiz. Bu yerda eshigi bo'ladi. Sazonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu akamiz YouTube'dan zakaz qilgan. Uyga olib kelib o'rnatib berdik. O'zimizning Andijonda hortumiga. 3 metr joyga shkabi bilan tushgan ishimiz. 3 o'qiroli ishimizni oldi, bir tarafini shkabini olib oling dedi. Yag'ini olib oldik, bir tarafini olib kelib berdik. 3 metr joyiga tushdi, mana tepalari ham fotka holatda. Chekalarida ham zazolari normal qolgan. Bu yerda mo'ykasi bor ekan, kanalizatsiyaniga 5 cm tashlab ketdik. Doimgidek mo'ykasi, ichida sushilkasi, semistitili, bu yerda qoshiq poddomniga vakuumli. Stalishnisalar Keder firmaniki. Bahosi 3.8 lik akamiz YouTube'dan ko'ribdi, ishlarimiz ma'qul bo'lgan ekan. Uyda o'tirib zakaz qilib, ranglarini, rasvetkalarini, razvenlarini aytdi. Shora dedi, olib keldik. Xudo xolsa juda go'zal holatda tushdi uyga. Ko'rishingiz mumkin. Pataloylarni ham zazori ozgina plotniy holatda o'rnatib berdik. Juda chiroyli tarzda, xudo xolsa ishimiz go'zal holatda keldi. Inshaalloh ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kuxunli nabonlar kerak bo'lsa, konvertdagi ishlarimiz xudo xolasa bemalol aloqa chiqarasizlar. 6 million so'mga kelib tushdi ishi. 3 metrli ish. 3 metrga 230 joyga tushgan ishimiz bor. Joyicha tor ekan, shuni hisobiga qiyin lobdan olib bo'lmayapti videoni. Yonboshdan oldik. Ko'rib baho beringlar. Like, kommentariy, o'zingizlar fikrlar qoldiringlar.